Aka yaxshimisiz? Aka sifatini tekshiramiz. Qaysi biri yo'qsa klientlar uchun aka buni beryapmiz. Kachistvodan o'tib. Aka qaysi birini tashlaydi? Oq qiziq, valla. Ikkalasini ham tashlang. Oqini tashlang aka. Birinchi klient boshladik. Gato mana. Sifatini ko'rsatib beramiz aka. Sifatini ko'rsatib qoldim aka. Bir minut keling. Klientlarimiz aka haqqani bo'lish uchun, obunachilar uchun. Qayerdansiz aka? Jarqo'rg'ondan akam kelibdi. Ishlarni bitkazib, mana lavaga ortib beryapmiz, narsalarni komplet qilib. Aka arzonmikan? Arzon aka. Qo'laymikan aka? Butun O'zbekiston bo'yicha. Aka rahmat, siz baraka toping aka. Kelaverasiz, xizmat qilsa kelaverasiz. 1 600 sotyapmiz aka. Buni ham sizga 1 400 qilib beraman, oq tunarni. Mana aka yangilik. Kimni ish obunachilar uchun aka 170 mingga beraman. 170 mi? 130 ga 150. 880 ming so'm turibdi, yozib qo'yamiz aka. Obunachilar uchun 850 ming so'm aka. 950 ming sotyapmiz. 950 ming. Rangli akfa, malla aka. Ko'p joylarda 1 million chiqadi. Aka telefon qilib kelgan odamga, shu bozorga Bahriddin akani izlab keldim degan odamga 900 ming emas, 850 ming so'm qilib beraman. 130 ga 150 aka, o'zini puli. Xo'p aka, 120 ga 140. Oynasi yo'dove bo'ladi aka, akfali. Oynasi bir qavat. Telefon qilib Bahriddin aka keldim desa, 800 ming sotyapman aka. 700 ming qilib beraman aka. Xo'p, mana bu klientimizga bitta eshik berdik aka, keling. 780 ming sotyapmiz aka. Ko'rsatib ham qo'ying klientlar. Zavod eshigimiz bu. 780 ming sotyapmiz. 700 ming qilib beraman aka. Yangilikda bombasi.